Filologiya fanlari doktori professor Abdulla O'razboyevni taklif qilganmiz. Onam Bedirni mendan yaxshi bilardi. Vaholanki men professorman dedilar-ku. Matnazar Abdulhakim haqida gaplashsak bo'lmaymi? Desam, axir uni tug'ilgan kuni fevralda emasmi dedi. Fahm etaman, haq so'zing afsona chiqar. Kuyingga kirar oqil u devona chiqar. Shuhrat akamiz Matkarimov bugun davradalar. Bu arabchani buzilgan shakli. Hamdollah deng, alhamdulillah degan ekan. Mahorat, bu usul, bu izlanish faqat Matnazarga xos dedilar. Binoyi xishro davo kun zirok olam hamma ust didi miboya. Vatanni sotaman, olinglar, sotaman, hayqirib, sotaman, jo'shib, bahosini kelishsak bo'lgani jonimni beraman vatanga qo'shib. Ayollari erkak shoda bo'lgan xalqning ayollari erkaklari xatni chalish bo'ladi deb yakunlagan. Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi podkast loyihamizni kuzatib borayotgan qadrdonlar, albatta biz har bir ko'rsatuvimizda shu ko'rsatuvga taklif qilingan inson bilan muloqot qilib, shu inson orqali nimanidir yoritishga harakat qilamiz. Mana bugun davramizga domlamiz filologiya fanlari doktori professor Abdulla O'razboyevni taklif qilganmiz. Domla xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Domla, mana shu fevral oyi mening uchun bir boshqacha oy. Hamisha faxrlanib aytib yuraman shu narsani, chunki mana shu oyda shunday bir ulug' zotlarni tavallud kunlari joylashgan. Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, shular qatorida Omon Matchon, qolaversa ajoyib bir ustozimiz Matnazar Abdulhakim tavallud kuni ham mana shu oyda nishonlanadi. Bugun sizni mana shu loyihamizga taklif qilganimizdan maqsad ham Matnazar Abdulhakim haqida, shu ustozni qoldirgan merosi, bugungi kunda unga bo'layotgan havas, qolaversa shu intilishlar, o'rganishlar haqida siz bilan suhbatlashishga qaror qildik. Endi albatta men so'zimni boshida aytib o'tmoqchiman, bu og'riqli nuqtalar ham bor. Yaqinda mana shu dekabr oylarida meni bir maktabga taklif qilishdi. Nima haqida gaplashamiz dedim maktab direktoriga. O'zingiz belgilang nima haqida gaplashishni. Men aytdim, Matnazar Abdulhakim haqida gaplashsak bo'lmaymi? Desam, axir uni tug'ilgan kuni fevralda emasmi dedi. Shu narsa meni hamisha dilimni og'ritadi. Bu Navoiyni 9-fevralda eslab qolamiz, Boburni 14-fevralda eslab qolamiz. Matnazar ham tug'ilgan kunlarida jonlanish paydo bo'ladi. Bu siz tasavvuringizda bu o'zi har kun bilish kerak bo'lgan, har kun eslash kerak bo'lgan zotlar emasmi bular? Assalomu alaykum. Avvalambor Oybek aka, bizga bo'lgan ishonchingiz va mana shu Matnazar Abdulhakimdek buyuk bir daho insonni shogirdlaridan, ko'plagan shogirdlari, minglagan shogirdlari orasidan bizga qaratgan e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildiraman va yuqorida so'zlaringizdan kelib chiqib, birinchidan fevral oyi haqiqatdan ham hammamiz uchun alohida bir qiymatga ega bo'lgan farahbaxsh kunlar sanaladi. Aslini olgan vaqtda butun O'zbekiston uchun fevral oyi adabiyot oyi, ma'naviyat oyi, ko'ngil oyi va bir-biri bilan dillashadigan oy. Mana shu ulug'lardan yetgan fayz bahonasidan. Va ikkinchi e'tibor qaratadigan jihatimiz, mana suhbat asnosida maktab mutasaddilarini Matnazar Abdulhakimning tug'ilgan kuni axir fevralda emasmidi deb degan so'zlarni o'zi ham katta bir umid baxsh etadi. Bugungi kunda qaysidir bir dahoning qachon tug'ilib, qachon vafot etgani haqidagi tasavvurning o'zi paydo bo'lishi o'sha
kul ostidagi cho'g'dek odamga bir alohida umid bag'ishlaydi va hali ham bu ikkinchi jihati biz ko'pincha taqvimiy xarakterdagi ishlar bilan shug'ullanganligimiz uchun taqvimiy xarakterdagi va taqvimiy ahamiyatga ega bo'lgan ishlarni o'zimizning faoliyatimiz mezoni va asosi deb qaraganligimiz uchun mana shunday tasavvurlar yuzaga keldi. Haqiqatan olgan vaqtda inson o'zini anglashga bo'lgan intilishini qaysidir bir sana bilan belgilashga haqqi yo'qligi va agar shunday qiladigan bo'lsa bu ish oqillarning ishi bo'lmaganligi kundek ravshan. Shuning uchun ham Matnazar Abdulhakim tavalludi munosabati bilan ustozni yod etganimiz o'zi bir alohida e'tiborga molik ish ommaviy axborot vositalari va boshqa o'quv muassasalarida, lekin aslini olgan vaqtimizda Alisher Navoiy, Hazrati Bobur, Munis hazratlari, Muhammad Rizo Ogahiy kabi o'zbek xalqining peshonasiga bitgan yulduzlar qatorida Matnazar Abdulhakim har kun o'qilishi kerak bo'lgan va har kim asarlarni o'qishi kerak bo'lgan daholar safidan allaqachon o'rin oldi. Aslini olgan vaqtimizda ijodkorni o'qishga loyiqligi, qay darajada xalqning ma'naviy hayotida o'rin tutganligi, uning qaysi davrda yashaganligi bilan ham va qancha yashaganligi bilan ham belgilanmaydi. Ular uchun yagona bir mezon bor, bu ham asarlarni umri boqiyligini ta'minlovchi omillarga o'z hayotlari davomida qay darajada rioya qilganliklaridir. O'sha suhbatimiz endi bir qadar murakkab bo'lmasligi uchun aytmoqchi bo'lgan fikrimizni bir qadar soddalashtirishga harakat qilamiz. Nima uchun Matnazar Abdulhakim bugungi kunda o'z zamondoshlariga nisbatan yorqinroq bir hayotimizga kirib kelgan va yoshlarimiz bo'lsin yoki masalan keksa avlod vakillari va tajribali insonlar bo'lsin, barchasiga birday ruhiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buning bir sababi bor, o'sha yuqorida aytgan bir mezon bor. Bu mezon nimadan iborat? Ular umrlarini haq va xalqni xizmatiga sarflaganliklari. Masalan, Alisher Navoiyni olamizmi yoki Boburni, yuqoridagi Munis hazrat, Ogahiy hazrat, barchasini ham umr boqiyligini ta'minlab turgan narsa shu. Agar kim haqni anglash va xalqqa xizmat yo'lida qanchalik ko'p ter to'kkan bo'lsa, umrining qancha qismini shunga baxshida etgan bo'lsa, mana shunga ko'ra o'zlarini jismoniy hayotlari intihosidan keyin, ya'ni vafotlaridan keyin shunga yarasha mukofot olib kelmoqdalar. Alisher Navoiyni masalan umr boqiyligini ta'minlab turgan narsa ham shu bo'lsa, boshqalarda ham xuddi shunday. Matnazar Abdulhakim ochig'ini aytgan vaqtda agar ta'bir joiz bo'ladigan bo'lsa, zamonimiz avliyolaridan biri edi. Ya'ni qaysi ma'noda? O'zini anglashga bo'lgan intilishi, hokisorligi va albatta xalqqa xizmati, o'zini hech nima o'ziga nimaiki ravo ko'radigan bo'lsa, boshqalarga ham xuddi shulardan ortig'ini ravo ko'rishi bilan u kishida o'tgan azizlarning juda ko'plab fazilatlari bor edi. Mana shularning barchasi Matnazar Abdulhakim siymosini hanuz ham ko'z oldimizda yorqinroq namoyon bo'lishiga xizmat qilib turibdi. Albatta, domla Matnazar og'a, men qancha uchrashgan bo'lsam, har safar undan qandaydir bir nasihat yoki maslahat olganman. Donishmand darajasindagi inson ekanligi endi hozir masalan o'tgandan keyin har kuni eslasam ham, kitoblarini o'qisam ham, uning so'zlari shu bot miyamga kelaveradi. Bir kun shu yo'lda borayotganingda shunning chalg'ituvchi mezonlar bo'ladiki, Oybek dedi, eng qudratli odam chalg'imay o'tib ketadi dedi. Chalg'imay. Eng qudratli odam chalg'imay o'tib ketadi dedi. Lekin afsus dedi, unaqa qudratga har kim ham qodir emas dedi. Umrni
yarmisi chalg'ish bilan o'tib ketadi degan gaplarini men hozir endi bitiklarda shu xotiralarni yozib o'tiribman. Matnazar og'a qudratli shaxs sifatida bilib turibman men. Mana siz ham ko'p u bilan hamnafas bo'lgansiz. Uni shaxs sifatida qanday ulug'lash mumkin bo'lsa, siz ham ulug'lab kelayotirsiz. Endi uni merosi bugungi kunda ilmiy jihatdan qanday o'rganishlar ketyapti? Matnazar Abdulhakim ijodi borasida, ijodiy merosi borasida, filologiya yo'nalishida yirik ko'lamdagi ishlar, ya'ni bugungi kunda falsafa doktori, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktorligi hamda filologiya fanlari doktorligi ishlari yuzaga kelmoqda. Dissertatsiyalar endi ularni mana yoqlangan dissertatsiyalar sifatida afsus bilan xotirlaymiz, ruhlari shod bo'lsin, filologiya fanlari nomzodi dotsent Nasiba Jumaniyozova tomonidan o'zbek adabiyotida shakliy izlanishlar mavzusi doirasida zamondosh ijodkorlar qatorida Matnazar Abdulhakim ijodi tadqiq qilindi. Endi va shular qatorida oraliqda aytib o'tishimiz kerak, katta bir yirik ko'lamdagi ishlarni filologiya fanlari doktori professor Hamdam Jumaniyozov Abdullayev bajarganlar. U kishini alohida risolalari va turli to'plamlardan va jurnallardan nashr qilingan maqolalari bilan mutaxassislar yaxshi tanish. Va shu bilan birgalikda Hulkar Qo'ziboyevna G'oyibova tomonidan Matnazar Abdulhakim ijodi va uning badiiyati va o'ziga xos xususiyatlari haqida falsafa doktorligi dissertatsiyasi muvaffaqiyatli himoya qilingan va olimaning bu boradagi monografiyasi ham dunyo yuzini ko'rdi. Va shu bilan birgalikda lingvistik jihatdan, ya'ni til jihatlari, lisoniy xususiyatlari borasida Javlonbek Qobilovich Matnazarov tomonidan dissertatsiya yoqlangan. Endi bular o'zining rasmiy tasdig'ini topgan va ilm ahli tomonidan e'tirof etilgan darajadagi ko'lamli ishlar bo'ladigan bo'lsa, bir necha magistrlik ishlari amalga oshirildi va shu bilan birgalikda bugungi kunda ham Matnazar Abdulhakim nafaqat vohamiz yoshlari tomonidan, balki respublikamizning boshqa mintaqadagi ixlosmandlari tomonidan ham sevib mutolaa qilinmoqda va kuzatib borayotganimizdek jonli matbuotda yoki jonli yoyinlarda, ommaviy axborot vositalarida Matnazar Abdulhakim hayoti va ijodiga bag'ishlangan keng ko'lamli ishlar qilinmoqda. Lekin bir narsani ta'kidlamoqchimiz, Matnazar Abdulhakim haqidagi asarlarni yoki yoyinlarni, ya'ni yozilgan yoki qaysidir bir shaklda omma e'tiboriga yetib borgan ishlarni mohiyatan bir necha turga bo'lish mumkin. Birinchisi, Matnazar Abdulhakim shaxsiyatiga doir bo'lgan ko'pincha zamondoshlari xotiralarida iborat bo'lgan ishlar, ikkinchisi ilmiy ishlar va uchinchisi ilmiy ommabop ishlar. Endi yillar o'tgan sayin Matnazar Abdulhakim ijodi anglashga bo'lgan intilish boshqacha bir ko'rinish olmoqda. Sababi o'tgan davr mobaynida, mana masalan deylik, o'tgan bir 15 yil davomida, 15 yilga yaqin vaqt davomida biz Matnazar Abdulhakimni go'yoki yo'qotganimizni sezmaganday e'tirof, xuddi yonimizda bo'lganday his qilyapmiz va bu o'zi juda katta bir baxt. Albatta. Kimnidir yo'qotganingni bilmasdan, ya'ni his qilib turib ham, lekin bilmasdan yoki uni shunday holatga tushmaslikka harakat qilib ijod qilish yoki e'tirof etishni o'zi katta baxt. Albatta. Buni lekin zamon beshafqat Matnazar Abdulhakimni bilganlar mana taqdir taqozosi bilan asta-sekin siyraklashib bormoqda. Uni ruhan his qilganlar siyraklashib bormoqda. Endigi avlod esa Matnazar Abdulhakimni ko'rganlardan ko'ra
ham chuqurroq his qiladigan bir avlod yetishmoqda. Bu tabiiy, buni o'zi nihoyatda bir e'tirofga loyiq narsa, loyiq holat. Sababi Matnazar Abdulhakimni ko'rganlardan ko'ra, uni ko'rmay asarlaridan Matnazar Abdulhakim siymosini yaratayotgan yoshlar uning tasavvuridagi Matnazar Abdulhakim hayotdagi Matnazar Abdulhakimdan ko'ra ham donishmand, hayotdagi Matnazar Abdulhakimdan ko'ra ham yuqori bir maqomga loyiq bo'lgan inson. Chunki Matnazar Abdulhakim shu darajadagi asarlarni yaratib bilgan. Satrlarning silsilasida siymosini chizib bilgan Matnazar Abdulhakim. Uning mahorati ham, mahobati ham, saodati ham shu edi ustozni. Shuning uchun endi bu juda katta ko'lamdagi mavzu. Bugungi suhbatimizga shuning uchun hali bir o'zaro suhbatimizda, guruhimizda bo'lgani kabi Matnazar Abdulhakimning butun siymosini, ijod yo'nalishlarini, boshqasini sig'dirishni har qanday holatda imkoniyati yo'q. Albatta. Shuning uchun Matnazar Abdulhakim ilmiy merosi, badiiy merosi, tarjima meroslari ichida eng kam e'tibor qaratilib turgani bu Matnazar Abdulhakimning tarjimonlik faoliyati. Va o'ylaymanki, bugungi suhbatimizda mana shu masalaga ozroq bo'lsa ham e'tibor qaratamiz. Tarjimonlik faoliyati Matnazar Abdulhakimni yana bir qirrasida endi. Bu masalan bedillarni tarjima qilib, shu xalqqa chiroyli so'zlar bilan chiroyli g'azallarni tarjima qilib yetkazib berishda juda katta bir muvaffaqiyatga erishgan ustoz desak bo'ladi. Endi tarjimalari bugungi kun tarjimonlari nazarida qanday baholanyapti? Ya'ni tarjimashunoslik nuqtai nazaridan, chunki tarjimashunoslik alohida fan sohasi hisoblanadi. Tarjima nazariyasi, amaliyoti va bu bilan respublikaning yetakchi ilmiy muassasalarida alohida kafedralar shug'ullanadi. Lekin alohida e'tirof etish kerak bo'lgan jihati Matnazar Abdulhakimning tarjimonlik faoliyati birinchi navbatda kitobxonlar tomonidan juda iliq qarshi olingan va qisqa qilib aytgan vaqtda mutaxassislar ham Matnazar Abdulhakim tarjimonlik faoliyatini yuqori baholaydilar. Xususan mana shunday mutaxassislar deganda men albatta tom ma'noda o'zbek tarjimashunosligining rivojiga juda katta hissa qo'shgan insonlar qatorida rahmatli ustozimiz filologiya fanlari doktori professor Najmiddin Komilovni eslayman. Najmiddin Komilov ustozimiz bilan bo'lgan har bir suhbatimiz assalomu alaykumdan keyin Xorazm qalay, Abdulhakim qalay degan so'zlar bilan boshlanar edi. Ya'ni Abdulhakim, Matnazar Abdulhakim ustozimizni birinchi aytadigan so'zlari Xorazm qalay, Xorazm tinchmi, Matnazar Abdulhakim yaxshimi mazmunida ustoz alohida bir mehr bilan sog'liqlarni so'rab qo'yardilar va bularning eng qiziq jihati keyinchalik ko'rishgan bo'lmasa, men bilgan davrda Matnazar Abdulhakim va Najmiddin Komilovlar ko'rishmagan. Lekin bir zamonda shunchaki bir tasodifdir yoki boshqadir, lekin ularning bir-biriga bo'lgan mehru muhabbati, bir-biriga bo'lgan ixlosi va bir-birlarini e'tirof etishlari har kuni tushlikni birga qilib, kechki ovqatni ham birga o'tkazadigan darajadagi odamlar bilan qiyoslasa bo'lar edi. Endi ulug'lardan shu narsalarni o'rganish kerak. Shular katta bir ibrat. Demak, shuni tarjimalariga tan berganligi. Endi nima uchun tan berdi desak, birinchi navbatda Najmiddin Komilovning e'tirofiga bois bo'lgan jihat bu ustozning bedil asarlarini, bedil g'azaliyotini tarjimasi bo'lgan. Juda bir ehtimol balkim boshqa bir suhbatlarda aytgan bo'lsam takror uchun uzr so'rayman. Nimagadir qaysidir bir suhbatda eslagandek bo'lyapman. Najmiddin Komilov ustozning uylarida shu suhbatlar davomida ustoz onam bedilni
mendan yaxshi bilardi. Vaholanki men professorman dedilar-u, birpas Xorazmcha aytganda xams qilib, ko'zlarida yosh bilan endi yashirishga harakat qildilar-u, biroz sukutga cho'mdilar. Va bedilga bo'lgan ixlosi, onaga bo'lgan mehr muhabbati shu yerda omuxta bo'lib ketdi. Endi mana bedilga bo'lgan ixlosi va bedilni o'zbekcha bedilga o'zbekcha gapirtira olgan, bedilga ona tili, ya'ni Hazrati Bedilni turkiy najot ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. O'z ona tilida qayta tiriltirib bergan insonga bo'lgan muhabbati nihoyatda baland edi. Va bu albatta bularning asosida nafaqat Bedil, balki Shayx Najmiddin Kubro ijodidan qilgan tarjimalari, Pahlavon Mahmuddan qilgan tarjimalari va hokazo ijodining boshqa bir jihatlari, she'riyatga bo'lgan alohida muhabbatlari hammasini umumiy qilib aytganda eng muhimi Najmiddin Komilov yetuk mutaxassis sifatida Matnazar Abdulhakimni e'tirof qilardi. Bu bir. Va bu endi menimcha Najmiddin Komilovning shu darajadagi ixlosi, ya'ni o'zini katta bir olim, butun sharq filologiyasida desak ham bo'ladi, o'z o'rniga ega bo'lgan tarjimashunos Matnazar Abdulhakimni bu qadar e'tirof qilganligi boshqa so'zlarni yoki qarashlarni yoki kimlarningdir fikrlaridan iqtibos keltirishga ehtiyoj qoldirmaydi. Endi bularni yana bir tomoni bor. Nima uchun aynan shu Matnazar Abdulhakim ustozning tarjimonlik faoliyati haqida e'tibor qaratsak ma'qul bo'lardi degan taklifni bu darajada quvvatlaymiz. Birinchi navbatda tarjimon qanday inson bo'ladi va tarjimonga qanday fazilatlar zarur degan bir savolni o'rtaga tashlaydigan bo'lsak, tarjimon uchun insonlardagi g'oyat muhim va o'ta kamyob fazilatlar zarur. O'sha kamyob fazilatlardan biri shuki, tarjimon birinchi navbatda o'zidan o'zgani ustunroq qo'yib bilish kerak. Mana shu oddiygina bir savolni, oddiy lekin aslida juda bir zalvorli savolni o'zimizga berib ko'raylik. Biz qaysi birimiz o'zimizdan o'zgani ustun qo'yib bilamiz? Tarjimonlar shunday bo'ladi. Bu tarjimonlar haligi mashhur filmda aytgandek qozonga solib qaynatadigan odamlar emas. O'sha insofli o'g'ri ekanki, tarjimonlarga bunday muomala qilib bo'lmaydi deydi. Endi qarang, demak, endi nima uchun shunaqa deyapmiz? Sababi tarjima uchun ketadigan ijodiy quvvat, jismoniy quvvat bo'lsin, u ma'naviy quvvat bo'lsin, asliyat uchun ketadigan o'sha darajadagi quvvatdan ko'ra ko'proq zarur bo'ladi. Ya'ni 4 satrni yozish uchun shoirdan en miqdordagi energiya, quvvat talab qilinadigan bo'lsa, tarjima xuddi shu hajmdagi tarjima asari uchun tarjimondan, endi u shoir emas, tarjimondan en ko'p darajadagi quvvat talab qilinadi. Tarjimon shunga rozi. Va yana bir ikkinchi tomoni bor. Nima uchun tarjimon o'zidan ham o'zgani ustunroq qo'yib biladigan inson bo'ladi deyapmiz? Buni yaqqol misoli shundaki, tarjimon nihoyatda yaxshi biladi. Bu tarjima qanchalik muvaffaqiyatli chiqadigan bo'lsa, hech kim buni kimningdir tarjimasi demaydi. Kimningdir she'ri yoki kimningdir asari deydi. Mana masalan, bugungi kunda qanchadan qancha romanlarni maza qilib o'qiymiz. Masalan, deylik, asrga tatigulik kunni yoki qiyomatni o'qiydigan bo'lsak, ko'pincha uni kim tarjima qilgani bilan qiziqmaymiz. Yoki deylik, jahonning shodligi yig'ilsa butun, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun asarni deylik, Rudakini asari ekanligini bilamiz, lekin uni tarjimon Erkin Vohidov ekanligini ko'p ham hayolimizga ham keltiravermaymiz. Demakki, shunga ham rozi. Shuhratda ofat bor ekanligini
anglab yetadigan darajadagi donishmandlar buyuk tarjimonlardir. Buning yaqqol misoli Munis Hazratlarining ijodi va Muhammad Rizo Erniyazbek o'g'li Ogahiy ijodi. Matnazar Abdulhakim demak mana shunday o'ta muhim va o'ta noyob fazilatga ega bo'lgan inson ediki, u umrining muayyan bir qismini va ijodiy quvvatining, jismoniy quvvatining katta bir qismini tarjimaga bag'ishladi. Va tarjimalar tasodif emas. Hech bir satr tarjima tasodifan dunyoga kelgan emas. Va ustozning mana tarjimalaridan qilgan asarlaridan biri albatta Shayx Najmiddin Kubro rahmatullohi alayhining ruboilari. Mana bu qo'limizdagi Yevgeniy Edvardovich Vertelsning Sufizm va sufistska literatura kitoblari. Endi bu kitobni biz hozirgi qo'lbola holatda hozirgi texnik imkoniyatlardan foydalanib chiqardik. Asli qog'ozni xususiyatdan kelib chiqib, asli bu darajada qalin emas, lekin ayni shu kitob. Sababi bu Matnazar Abdulhakim Najmiddin Kubro hazratlarini tarjima qilayotgan vaqtda hozirgidek poligrafik imkoniyatlar, texnik imkoniyatlar bo'lmaganligi uchun mana shu ruboyini, mana kitobning 326, 327 hamda 328 betlardan o'rin olgan 25 ta ruboyini qo'lda ko'chirib olganlar. Kitob omonatdorlik hissi juda kuchli edi ustozda. Kitobni egasini ko'p maqtal qilmaslik maqsadida ko'chirib olganlar va ana shu Javza tashrifini o'zida ham yanglishmasam va keyingi 2 tomda ham men ko'chirib olgan nusxada kitobda Sufizm va sufistska literatura kitobida deb o'zlari ham eslatib o'tganlar. Xullas kalom, endi birinchi navbatda ustoz Najmiddin Kubro hazratlarini tarjimalari bilan birga tarjimalari Istiqlol bilan tengdosh, ya'ni 90-yillarning 90-91-yillarda amalga oshirilgan. Sababi o'sha paytgacha Najmiddin Kubro haqida o'z shu davrning avlodlari faqat og'zaki ma'lumotlarga ega va kam sonli ziyolilargina ilmiy ma'lumotlarga ega edilar. Demakki, Najmiddin Kubro hazratlarining ruboylarini o'zbek tiliga tarjima qilish orqali hazratning ruhini o'z xalqiga qaytarishga harakat qildilar. Mana masalan, mana bu yerda keltirilgan ikkinchi ruboyi bor. Aqlaz rahitu hadisu afsoni barat. Aqlaz rahitu hadisu afsoni barat. Dar kuyitu rahi mardum afsoni barat. Her lahze çuman hezar dil soxtera savdoyi to zikabi be butxoni barat degan ruboyini qarang qanday ohangda, o'zining ohangida tarjima qilganlar. Fahm etaman, haq so'zing afsona chiqar. Kuyinga kirar oqilu devona chiqar. Men kabi ming jon qilar Ka'bani tark, yo'l yuradi qoshiga butxona chiqar. Demak, ohangni albatta ohangiga endi tarjima bo'lgandan keyin bu o'sha asliyatning ruhini ham berib bilish kerak, o'sha ruh yashiringan boshqa vositalarni ham berish kerak. Ruh yashiringan boshqa vosita nima bo'ladi? Albatta bu so'z bo'ladi, albatta bu ohang bo'ladi. Mana shuning uchun ham tarjimon uchun yuqoridagi zarur fazilatlarning bir ikisini aytdik ya. Albatta o'zi o'qiyotgan asarni imkon qadar mohiyatiga yetgan holatda bo'lish kerak. O'zi anglamagan dunyoni, o'zi ko'rmagan dunyoni odam qanday qilib boshqalarga tanitib bilishi mumkin? O'zi ko'rmagan ro'yoni qanday qilib boshqalarga yetkazib berishi mumkin? O'zi amal qilmagan ezguliklardan boshqalarga qanday saboq berishi mumkin? Shuning uchun ham Matnazar Abdulhakim fors tilini mana shu ulug'lar lisonini, nafaqat tilini, ulug'larning lisonini anglaydigan darajada chuqur o'rganib bordilar. Umrini oxirigacha mana shunday sevimli mashg'ulotlaridan to'xtamadilar. Keyin Najmiddin Kubroni
tarjimalari orqali o'zbek xalqiga katta bir ma'naviy ruh kirib keldi. Ya'ni mana shu ma'naviy ruhni har bir ruboiyni agar o'qib mutolaa qiladigan bo'lsak, ularni har bir satr ostida qay darajada yuksak ma'naviy durdonalar yotganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Hazrat aytadilar: "Darroh yetalab rasidi miboyat, davman zajahon kashidi miboyat." Ya'ni talab yo'liga yetish kerak va dunyodan etakni siltish kerak deydi. Binoyi xishro davokun zirok olam hamma ust didi miboyat. Ya'ni o'zingni ko'rish qobiliyatingni, ya'ni bu yerda tafakkur qobiliyati nazarda tutiladi albatta. O'zingning dunyoni anglash ko'zlaringni shu darajada ravshan qilki olam undan iborat ekanligini anglab yetishing zarur. Endi Matnazar Abdul Hakimni mana tarjimasida bu g'oyalar qay darajada aks etganligini, mana shu satrlarning qaridagi ma'no farsiydan o'zbek tiliga qay darajada ko'cha olganligini mana tarjimalari orqali ko'rishimiz mumkin. Tolibga talab yo'liga tez yetmak shart. Tolibga talab yo'liga tez yetmak shart, boshqasidan qo'lni yuvib ketmak shart. Elga shifo baxsh etu och ko'zlarini olam hamma unga nazar etmak shart. Endi qarang, nima uchun Matnazar Abdul Hakimning tarjimalari bu darajada asliyatga hamohang va o'zbekona chiqqan? Chunki o'ylaymanki, ustoz mana shu tarjimalar jarayonida olgan saboqlari, xususan Hazrat Navoiydan, Hazrat Ogahiyning mutolaalaridan olgan saboqlari nihoyatda qo'l kelgan. Mana masalan, elga shifo baxsh etu och ko'zlarini olam hamma unga nazar etmak shart. Olam hamma unga nazar etmak shart satrlarini o'qish bilan Hazrat Navoiyning har qayon boqsam ko'zimga ul quyoshdan nur erur, har sari qilsam nazar ul oy menga manzur erur degan satrlari esga tushadi. Yoki ishq nima? Ishq nima? Ishq dardi g'arib tanimdagi jon bo'lg'ay. Dard cheksa kishi axiri inson bo'lgay. Oshiq manu do'zax men uchun otashgoh, boshqa uchun u bir zimiston bo'lgay. Ana endi asliyatiga nazar soladigan bo'lsak, ishq haqida gapirar ekan Hazrat Najmiddin Kubro: "Chun ishq bedil rasad, dilro dard ko'nad. Dardi dili mardro mard ko'nad." Ya'ni dardi dili mardro mard ko'nad. Endi bu yerda fors tilining imkoniyatlaridan kelib chiqib, dardi dili mard degan ifodani mardning ko'nglidagi dard deb ham tushunsa bo'ladi. Umuman insonning dilidagi dard deb ham tushunsa bo'ladi. Chunki fors tilida xuddi ingliz tilidagi man so'zi kabi mard so'zi mumtoz fors tilida ham insonni ham anglatadi, ham muayyan jinsini ham anglatadi. Shuning uchun ham undan tashqari mard so'zining urfiy ma'nosini e'tiborga oladigan bo'lsak, qancha ma'no mujassam bo'lib turibdi. Haqiqatdan ham chun ishq bedil rasad dilro dard ko'nad. Ya'ni odamning ko'ngli, dili nimagadir, dilining o'zi borligini unda ishq borligi ko'rsatib turadi. Odam deganda ko'ngil bormi? Odam tug'ilgandan keyin ko'ngil bo'lish kerak. U o'sha ko'ngilda ko'ngil bo'lib turishi uchun unda dard bo'lish kerak, unda ishq bo'lish kerak. Agar shu ishq borligi uchun ko'ngil bu urfiy va irfoniy ma'no aks etib turibdi. Agar shu ishqsiz ko'ngil bo'ladigan bo'lsa, u tilshunoslik termini bilan aytganda bir somatik, ya'ni bir insonning badan a'zolaridan bir ma'nosi bilangina cheklangan bo'lar edi. Shuning uchun o'ylaymanki, Najmiddin Kubro hazratlarini tarjimalari orqali Matnazar Abdul Hakim xalqimizga o'zini anglatishiga, o'zligini anglashi uchun juda katta bir xizmat qildi. Bundan tashqari mana bu yerda Evgeniy Eduardovich Bertelsning mazkur kitobida 25 ta ruboiy keltirilgan bo'lsa,
keyin 26-ruboyini turkman olimlari asarlaridan topib ularni alohida berdilar va Xorazm haqiqati gazetasida o'sha paytda yanglishmasam 26-ruboyi nomi ostida kichkina bir maqola qilib mana shu ruboyni keltirgan edilar. Ya'ni xalq suhbati aylaydi parishon faqat, qola yaqulu aylar hayron faqat, qo'l yu hamadan so'ngra chekil uzlatga, qilmag'aysan shunda pushaymon faqat. Ya'ni aslida bu ruboyi yanglishmasam as suhbati xalq juz parishoni nist, az qola yaqulu g'ayri hayroni nist, dastaz hameshostan neshastan dar konch onastga axirash pushaymoni nist dedi. Ya'ni endi bu yerda bugungi biz suhbatimizni kuzatgan yurtdoshlarimiz va noto'g'ri tasavvur bo'lmasligi kerak. Agar shunday noto'g'ri tasavvur bo'ladigan bo'lsa, albatta biz bunda ma'naviy javobgarlik bo'lib qolamiz. Shuning uchun mana shu aynan shu ma'naviy javobgarlik hissini his qilganligimiz sababli hamma narsadan qo'l yuvish degani bu dunyoni tark etish degani emas. Hamma narsadan qo'l yuvish qay darajada ekanligini har kim o'z qobiliyati darajasida, olamni anglash iqtidori darajasida farqlaydi. Masalan, oddiygina bir tushuntiradigan bo'lsak, qanchadan qancha kuniga qanchadan qancha zarur bo'lmagan va qanchadan qancha dunyo oxiratimizga foydasi tegmagan ishlar bilan shug'ullanamiz. Ana shu ishlar bilan shug'ullanmaslik hamma narsadan qo'l yuvish. Poklanish. Xo'sh, o'zimizga savol berib ko'raylik, biz qay darajada dunyodan qo'l yuvib bilib turibmiz? Ya'ni qilayotgan ishimiz bu birinchidan. Ikkinchidan keyinchalik u Naqshbandiya tariqatiga alohida bir maqom bo'lib ham kirgan suhbat dar anjuman, xilvat dar anjuman. Ya'ni anjumanda turib ham, ya'ni odamlarning orasida turib ham xilvatni his qilish. Mana shu holatlar nazarda tutiladi. Zinhor buyuklar dunyodan qo'l yuvishga, go'shanishillikka buyurgan ekan. Bizlar shuning uchun mana shunday holatga tushganmiz kabi noto'g'ri tasavvurlar bo'lmasligi kerak. Agar biz buyuklarimiz nazarda tutgan ishlarni qilgan vaqtda o'zimiz ham buyuk bo'lardik. Albatta. Bu ko'rinib turibdi. Va qo'l yuv hamadan so'ngra chekil uzlatga, qilmag'aysan shunda pushaymon faqat so'zlarini keyingi ulug' ijodkorlar, xususan Alisher Navoiy hazratlari ijodida ham ko'ramiz. Qanoatning dalilin inzivo qilding yana bir ham, dalil ushbuki qoni harfidan xalq aylading anqo dedi Hazrat Navoiy. Va shu bilan birgalikda keyingi tarjimalari albatta Pahlavon Mahmud hazratlaridan qilgan tarjimalari sanaladi. Hammamiz yaxshi bilamiz. Matnazar Abdulhakimgacha 1979-yilda To'xtasin Jalolov, Boqir va Ulfat kabi buyuk olimlar va shoirlar tomonidan tarjimalari qilingan edi. Lekin Matnazar Abdulhakim nima uchun ularni, ya'ni buyuk ustozlarni, ularni ilmiy ijodlarini e'tirof qilgan holda ularni panjasiga panja urganligini his qilishimiz uchun Matnazar Abdulhakimning tarjimalarini o'zi bilan tanishimiz kerak. Matnazar Abdulhakimda demakki Pahlavon Mahmud nazarda tutgan qaysidir bir ma'nolar va qaysidir bir qirralar mavjud tarjimalarda aks etmaganligini his qilgan holda o'z xalqiga yana bir durdona taqdim qilish istagi borligidan kelib chiqamiz. Sababi Matnazar Abdulhakim o'zlari bir asarning bir necha tarjimasi bo'lishini nihoyatda ma'qullar edilar. Sababi masalan Oybek Yevgeniy Oneginni tarjima qilgan bo'lsa, o'sha yillarda 90-yillarda bu asar Mirzo Kenjabek tomonidan tarjima qilindi. Deylikki, masalan Oybek tarjima qilgan asarni Mirzo Kenjabek
tarjima qilganligi demakki bu xalqning, ya'ni shu o'zbek xalqining oqqan daryolari oqib turganini ko'rsatadi birinchi navbatda. Hamda demakki keyingi avlod oldingi avlodga munosib ravishda izdosh va munosib ravishda ish tutayotganligini ko'rsatadi. Va shu bilan birgalikda hali boshqacha qilib aytgan vaqtda bugungi kunda ma'lum bir muayyan bir moddiy tovarni deylik, masalan piyolani bir necha assortiment deb aytamiz. Shunday tushunarliroq bo'lar. Assortimentda taqdim qilsa qanchalik quvonamiz? Albatta. To'g'rimi? Lekin ma'naviy tomondan qaragan vaqtimizda o'sha ma'naviy moddiy ko'rinishda emas, lekin ma'naviy durdonalarning turli ko'rinishlari, turli qiymatdagilari mavjudligini o'zi qanchalik katta baxt. Shuning uchun Matnazar Abdulhakim o'z ijodiy pozitsiyasida ham buni ma'qullardi va o'zini mana shu Pahlavon Mahmud tarjimasiga kirishiga to'la ma'noda haqdor his qilgan va bu o'zini qanchalik to'g'ri ekanligini keyingi paytlarda ko'rsatdi. Xususan Hazrat Pahlavon Mahmud hazratlarining juda bir mashhur ruboisi bor. Ey do'st, agar jon talabi jon beto baxsham, az harchi aziz ast begu on beto baxsham. Ey kofir badkish, agar suyi manoyi zunnar be xud bandamu iymon beto baxsham. Mana Matnazar Abdulhakim tarjimasida qanday jaranglaydi o'qib ko'ramiz. Ey do'st, qani ayt, jonmi kerak? Jon berayin men. Har ne eng aziz, sen so'rashul on berayin men. Ey kofiri shaddod, menim qoshima bir kel, zunnoring olib o'rniga iymon berayin men. Shunday. Endi yana bir tomoni Matnazar Abdulhakim biror bir asarni, satrni o'qigan paytda o'sha satrdagi mazmunni eng to'g'ri ifodasi shu. Endi uni boshqacha ifodalab bo'lmaydi degan qarorga kelguncha qayta ishlardi. Uni endi ustozni yaqinlari juda yaxshi biladi. Va shuning uchun ham tarjimalar bu qadar ohangdor, tarjimalar bu qadar ohoriy. Ham yana bir tomoni bor. Matnazar Abdulhakimni keyinchalik ham bu haqida gaplashamiz. Imkon bo'lsa, xudo xolasa, tarjimasida ikkita asosiy yo'l, ikkita asosiy tarz bor. Biri satrlarni aynan berish, ikkinchisi mazmuniy tarjima. Satrlarni aynan berishda Matnazar Abdulhakim o'zini tarjimon his qiladi. Keyin mazmuni berishda o'zi ham muallifga aylanadi. Bu bedilni tarjimalarda ko'rishimiz mumkin. Lekin ruboiylarda ko'pincha Matnazar Abdulhakim tarjimon qiyofasida, siymosida ko'rinadi. Masalan, bul hojiki Makkadan, Minodan qaytdi. Zinhor demangiz, Ka'badan odam qaytdi. Ajdariga dönib qaytdi ilon deng hajdan, bir xona xarob dengki Xudodan qaytdi. Masalan, shu ruboiy o'zbek tilida. Endi uni farschasi ham agar o'zbek tilidan fors tiliga tarjima qilgan taqdirda ham shunga yaqin ko'rinish oladi. Ya'ni ruboiyning asli hojiki zikabi vazmino bergashda, hojiki zikabi va vazmino bergashda. Ikkinchi satri nogahon eslolmadim, uzr so'rayman. Va zinhor harami firibishra mahurid kin xona xarob az xudo bergashdi. Ya'ni bu bir xona xarob denki Xudodan qaytdi degan misrasiga muvofiq keladi. Yoki masalan, yo'qdir xabaring boshida nihol dunyo, ey hoja xayolingda mudom mol dunyo, bir sidra kafandir ulishing uni ham ko'rgaymi ravo, yo'qmi bu qattol dunyo degan satrlari asliyatda ey hoji tora azinja, ey hoji
چرا از این جهان بی خبری روزان و شبان در طلب سیم و زری دستمایه تو از این جهان یک کفن است این هم بگمان است بری یا نبری. Mana bu satrlarda demek Matnazar Abdulhakim tercüman qiyofasida paydo bo'ladi. Yoki masalan yana bir ruboyisini o'qiymiz. Hazrat Pahlavon Mahmudning yuksak bu umr daraxtimiz past qilma, borliq bu sharob quy to'latib mast qilma. Ya Rab karam et jumla javon mardlarni, muhtoj etma, zor etma, past qilma. یا رب تو درخت عمر ما پست مکن یا رب ز شرابی هستیم مست مکن یا رب بکرم جمله جوان مردان را محتاج و پریشان توهی دست مکن degan satrlari aynan mana shu o'zbek tilida mazmuni butun bir zalvori bilan aks etgan deyishimiz mumkin. Hali bedildan qilingan tarjimalarda aksarida esa Matnazar Abdulhakim mana shu bedil Abul Maani ya'ni ma'nolar otasi hamda fors mumtoz adabiyotida sabki hind uslubining zabardast bir vakilini o'zbek tilida berish uchun juda ko'plab usullardan foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Yana juda ko'plab usullar deganimiz shunday holatlar bo'ladiki, Matnazar Abdulhakim bedilni satrma-satr beradi. Ya'ni fors tilida asliyatda qanday bo'ladigan bo'lsa, uni satrma-satr o'zbek tiliga ko'chirishga harakat qiladi va ba'zi bir o'rinlarda esa ma'noning muayyan miqdori aks etadigan darajada satrlar dunyoga keladi. O'zi Abul Maani bedilni tarjima qilishga jur'atning yetganligin ajablanardi. Matnazar Abdulhakim ustozimizda. Lekin bu jur'at qayerdan paydo bo'ldi? Matnazar Abdulhakim o'zini bedilni tarjima qila olaman degan darajada o'ziga ishonchi balandmidi degan xayolga borish mumkin. Unisini ko'p bilmadik, lekin Matnazar Abdulhakimni bedilni tarjima qilishga undagan bosh sabab aslida Turkiyada yozishi kerak bo'lgan insonni asliga qaytarishga bo'lgan ishtiyoq edi. Sababi ham keyin bedilni shu paytgacha G'ofur G'ulom tomonidan bir qismi tarjima qilingan. Nima uchun shu paytgacha Matnazar Abdulhakimgacha bu darajada tarjimalar qilinmadi? Ruboylari masalan qilindi yoki g'azallari bu darajada qilinmadi. Vaholanki uni tarjima qilish mumkin bo'lgan Xurshid kabi tarjimonlar bor edi deyishlari mumkin. U paytlarda bedilni tarjimasiz ham anglaydigan bir avlod hayot edi. Matnazar Abdulhakimni xavotirga solgan narsa shu bo'ldiki, agar bu asarlarni deylik mana shu g'azaliyotni biz tarjima qilmasak, keyingi avlod bunday ma'naviy ozuqadan butkul bebahra qoladi degan xavotir edi. Albatta. Va ustozning xavotirlari to'g'ri. Juda o'rinli chiqdi. Bugungi kunda hali bedil asarlarini o'qish u yoqda tursin, bedil degan bir daho o'tganligi, bu o'zimizning Turkiy Najot, o'zimizning qarindoshimiz ekanligi, garchi fors tilida ijod qilgan bo'lsa ham va butun dunyo e'tirof etgan shoirlar qatorida turishini biladiganlarning o'zi ancha kam. Lekin endi bedil dunyosiga kirib boradigan bo'lsak, birinchi navbatda bedilning ijodiy merosini, xususan g'azaliyotini ko'z oldiga keltirgan odamni o'zini ancha vahima bosadi. Qaysi ma'noda? Ehtiromning zo'rligidan odam bir qadar o'zini yo'qotib qo'yadi. Sababi biz ko'pincha faktlarga orqali nima qilamiz? Tasavvur qilamiz borliqni. Agar shu faktlarga nazar soladigan bo'lsak, bedilning qalamiga mansub bo'lgan g'azallarning soni o'zi 3828 ta. 3828 ta tanqidiy nashrga ko'ra aytayapmiz. 3828 ta g'azal bu o'zbek adabiyotida masalan yo'q.
Alisher Navoiy hazratlarini 2600 g'azal turkiy devonlari Xazainul Ma'anidan o'rin olganligini bilamiz. Endi gap-ku hajmda emas. Albatta shoirning iqtidorini, mezonini, maqomi va hokazolarni hech qachon hajm belgilamagan. Lekin Abul Maoni ma'nolar otasi bo'la turib, ham badiiy barkamol, ham bu qadar ta'dod miqdorda ijod qilishning o'zi hayratlanarli. Albatta. Endi Bedilning boshqa asarlari haqida deylik, dostonlari va falsafiy asarlari haqida so'zlashdan oldin birgina masalan g'azallarni e'tirof qilamiz shunday. Endi mana shu javohirlar xazinasidan Matnazar Abdul Hakim juda ko'plab gavharlarni o'z xalqiga taqdim qildi. Va qarang, masalan g'azallarni mutolaa qilar ekanmiz, xuddi uni bugungi o'zbek shoiri yozgan darajada tiniq o'zbek tilida ham shu bilan birgalikda mumtoz ma'naviy oxirni ham yo'qotmagan. Til nuqtai nazaridan zamonaviy va u ma'naviy ozuqa berish tomonidan esa mumtozligini saqlab qolgan. Daryoni umid etdimu, nam yo'q bu makonda, yo'qlik g'amidan o'zga alam yo'q bu makonda. Tili demak shu darajadagi sodda, lekin uning ruhiyati shu darajada mumtoz. Ya'ni ruhi juda qadimiy va qiyofasi o'ta zamonaviy. Bu darajadagi ma'naviy mulkni yaratish uchun qisqa qilib aytganda faqat Matnazar Abdul Hakim bo'lishi kerak. Tushunish uchun esa shu Matnazar Abdul Hakim darajasiga yaqin bir maqomda bo'lishimiz shart. Chunki buni idrok etish uchun ham yuqorida aytganimizdek Matnazar Abdul Hakim kechirgan hissiyotlarni bir qismini kechirishimiz kerak. O'zimizni ruhiyatimizda. Mana asliyatiga qaraydigan bo'lsak, daryoyi xayolimu naminis darinja joz vahmi vujudu adaminis darinja. Mana shu matlali g'azalni tarjima qilganlar. Endi yuqorida aytganimizdek, Matnazar Abdul Hakim tarjimalarining muvaffaqiyatining sirlaridan biri o'zbek mumtoz adabiyotini, xususan Alisher Navoiy, Ogahiy, Fuzuli, endi o'zbek adabiyoti qatorida sanaganimiz tasodifiy emas. Buni albatta umuman turkiy adabiyotni desak ham bo'ladi. Matnazar Abdul Hakim yaxshi bilganligidan. Shuning uchun ham Matnazar Abdul Hakim mumtoz adabiyot, xususan Bedilni tarjimasida aslini olgan vaqtda qanchalik mashaqqat chekkan bo'lishi mumkin, lekin ko'p ham qiyinchilikka uchramagan. Ya'ni ikkisini farqi bor. Mashaqqatga uchrashi mumkin Bedilni anglashga, biz nafaqat tarjima qilishga, anglashda yo'lida mashaqqatga uchraymiz. Bu mashaqqatga uchraganimiz biz Bedil dunyosidan bexabar ekanligimiz sabab. Agar Bedil dunyosiga kirib borgan vaqtimizda ular undan ko'ra ham murakkabroq bo'lgan satrlarni anglashga qiynalmaymiz. Shuning uchun ham Matnazar Abdul Hakim Bedilni tarjima qilish jarayonida o'zini mumtoz adiblardan olgan ruhoniy saboqlari orqali muvaffaq bo'ldi. Ikki jahon sir ko'rinur oyna varaqda, gardishi dard o'zga raqam yo'q bu makonda. Ko'za kabi mo'rt bu jahon, baxtimiz ushbu, kulfat qo'lida sangistam yo'q bu makonda. Satrlarni bu hali mana shu g'azalni o'qib turib yuqorida aytdik-ku, Matnazar Abdul Hakim bu tarjima jarayonida aslida ruhan qiynalmagan, ruhiyat yaqinligidan dedik. Sababi agar u
tarjimon agar ruhan qiynalgan taqdirda bu darajadagi silliq satrlar chiqmaydi. Albatta. Sababi mumtoz adabiyotimizda sahli mumtani degan tushuncha bor. Sahli mumtani degani oson lekin mumkin emas degan. Mana Maxtumqulini she'rlarini o'qiydigan bo'lsak, shu bir qarashda o'tirganu bir qarashda yozgan ketgan. Oson lekin hech kim Maxtumquli bo'la olmaydi. Albatta. Mana ko'rdik-ku. Bo'la olmadi ham. Masalan, shu o'limdan gap ochsang va odamlarni ozgina qo'rqitsang, Maxtumquliga o'xshab qolarsan degan umidda qancha qalamlar qalamkashlar umid qildi. Lekin unday bo'lib chiqmadi-ku. Bo'lmadi. Lekin nima uchun? Bu chunki sahli mumtani. Mana Matnazar Abdulhakimning tarjimalari ham sahli mumtani. Ya'ni qarasangiz bir o'tirishda tarjima qilinganday bo'lib tuyuladi. Lekin qancha vaqt ketgan bunga, qancha ko'z nuri ketgan, qanchalik bir o'z-o'zi ichki kurashlar natijasida to'kilgan bu satrlar. Shuning uchun badiiy ijodda sahli mumtaniga deylik Abdurahmon Jomiy asarlarini, masalan Maxtumqulini asarlarini keltiradigan bo'lsak, badiiy tarjima ma'nosida Matnazar Abdulhakimning Mirzo Bedil Abul Maoniydan qilgan tarjimalarini sahli mumtani deb aytishimiz mumkin. Endi keyin yuqorida aytilgandek, mana Matnazar Abdulhakim ba'zan asliyatni o'zini bera qolmasdan uning mazmunini berishga yoki uni qaysidir bir shakllarga solishga harakat qiladi. Mana masalan bir Bedilning bir g'azali bor, zibade ma na g'azal ni qasida memonat. Zixomiho dosi ashk chakide memonat deydi. Aynan tarjima qilganimizda bizdan keyin na g'azal, na qasida qoladi. Bizdan keyin na g'azal, na qasida qoladi. Qalamdan 2-3 ko'z yosh to'kilib qoladi. Asli aynan tarjima qilganda, ya'ni satr tarjimasida shunday. Lekin Matnazar Abdulhakim tarjimasida qarang, ketaman so'ng na g'azal, nada yonada doston qoladi. Ketaman so'ng na g'azal yo nada doston qoladi. Qatra qalamimdan tomibon qon qoladi. Ko'z yosh emas, 2-3 ko'z yosh emas, qatra qalamimdan tomibon qon qoladi. Mana shu yerda qatra qalamimdan tomibon qon qoladi. Mana shu yerda q tovushi orqali tavzining ohangdoshligi ham, masalan, shu yerda qatra qalamimdan tomibon qon qoladi deganda qon so'zini eshitish bilan odamni vujudi titrab ketadi. Unda ko'z oldiga lahta qon keladi. Demak, bu darajada o'quvchining ko'z ongida rangin tasvirlarni hosil qilish uchun tarjimon qanday bo'lishi kerak? Matnazar Abdulhakim bo'lishi kerak. Bu mahorat. Endi domla Matnazar og'a haqida qancha gapirsak shuncha oz. Men shu kunlardan bir kun degan bir xotiralar to'plab yuribman. Hozir sizni aytganingizdek Ozod Sharafuddinov ustozimiz bilan bir kun qorong'i tushdi, kun o'tdi. Yana bir kun o'tdi. Ustoz desam, bir kuningni bir kun eslash uchun harakat qilib yashadi. Men shu gaplashgan gapimni yozib tashlab qo'ydim. Bir kuningni bir kun eslash uchun. Demak, Matnazar akani masalan har kun qanchalar eslasak oz darajada shu daraja mahorat bilan yashab o'tgan insonlardan bittasi deb bilamiz. Ijodkorlar, nafaqat ijodkorlar. Hozir Matnazar akani maktab o'quvchilari aytganingizdek, bog'chalarda ham Matnazar Abdulhakim kechalari o'tkazilyapti. Bu merosi qanchalar tabarruk ekanligi yildan yilga ortib boryapti. Shuning uchun Matnazar Abdulhakim haqida siz bilan soatlab, kunlab, yillab gaplashsak ham
oz. Chunki meros shu qadar zalvorli. Shunday. Siz she'rlaringizni Matnazar akaga ko'rsatganmisiz? Menga bir she'rlaringizni taqdim qildingiz. Men shu yerda Hayot ko'zgusi gazetasida chop qildim. Bir ikkita gazeta o'quvchilarimiz telefon qilib so'rashdi ham. G'azallar mashq qilgan ekansiz. Ko'rsatganmisiz ustozga? Rahmat e'tibor uchun. Endi xabaringiz bor, Kamina xodimizni 2018-yilda Malika maktublari nomli she'riy to'plami nashr qilingan. Mana shu she'riy to'plam ustozning o'zlaridan bir necha bor ishora bo'lganligi sababli dunyo yuzini ko'rdi. Va buni menda ustoz menga Herlam Karpovich Barantovning arabisko-ruskiy slovarini, ya'ni arabcha-ruscha lug'atini taqdim qilganlar. O'sha lug'atni taqdim qilish davomida hali bu yerda yaxshisi buni qancha olasan, qancha qaytarib berasan, yaxshisi mendan ko'ra senga ko'proq zarurlik deb shu kitobni, noyob kitob, endi hamma mutaxassislar yaxshi biladi, taqdim qildi. Ganda olim ukam deb yozdilar. Keyin to'xta, kitobni berish oldidan shunda qo'limga uzataman degan joyda qaytib oldilar. To'xta, bu senga kamlik qiladi. Shoir va deb qo'shib qo'ydilar. Unda meni qo'limda bu kitob o'sha shu lug'at ustoz o'zlari shaxsan o'zlari taqdim qilgan lug'at men uchun bugungi kunda nafaqat kitob vazifasini, balki irshod qog'ozi vazifasini bajaradi. Bu qadimda irshod degan tushuncha bo'lgan. Bu hozirgi diplomga muvofiq, lekin diplomni aynan o'zi emas, ular terminologik nuqtai nazaridan o'sha, ya'ni biror bir ishga ustozning ijozasi irshod. Rashada to'g'ri yo'l degan so'zdan olingan. Mana shu kitob alohida qadr qimmatga ega. Shuning uchun men badiiy mashqlarimiz Matnazar Abdulhakim shuncha qadar she'rlarni shunchaki mashqlar deb baholagan joyda biz ularni undan ustun baholashga yoki ta'riflashga hech qanday haqqimiz yo'q. Xullas kalom, ustozni bizni mashqlarimiz ustozning e'tiborida bo'lgan hamisha shu maktab o'quvchiligi davrimizdan va bu albatta buni biz o'zimizni ta'rifimiz uchun emas, Matnazar Abdulhakimning qanday ulug' insonligini eslash ma'nosida aytyapmiz buni. Va faqat bir narsani aytardilar: Abdulla, sen iltimos o'qima. Chunki sen she'r o'qisang, she'rni yaxshi yomonni farqlash qiyin bo'lib qoladi. Yaxshi yozganingni ber deb o'zimni yozganlarimni o'zlari qo'llariga olib o'qirdilar. Endi shu bahonada ruxsat bersangiz, bir sog'inch, ustozni sog'inchi bilan birgalikda mana bir she'rim Ayol va shamol degan bir mashqimiz ayniqsa ustozni quvontirganini o'zim ham quvonib eslayman. Ya'ni shunday ediki: ayol va shamol. Ayol derazani ochadi, ayol derazani ochadi, otiladi bag'riga shamol, sog'inganin bir pas erkalab, entikadi, entikar ayol. Shamol shu ayolning erkasi, ehtiromi yetgan kamolga, u mehrini shamolga bergan, yoshligini bergan shamolga. Shu ayolning aqiq labiga har saharda bosar shamol lab, tark etmaydi ayol shamolni, qolsa hamki ba'zan shamollab. Boisi bor erkaliklarin dilga kelar umid ko'chirib, ayol kutar qaysidir shamol kutganini kelar uchirib. Va bugungi kunda ham endi turli bir sabab desa arzimaydi, turli bahonalar bilan badiiy ijodga beparvaroqmiz, lekin aslida Matnazar Abdulhakim shoirdi sifatida Matnazar Abdulhakim e'tirof qilgan yosh qalamkash shogirdlaridan biri sifatida badiiy ijodga jiddiy e'tibor qaratishimiz mas'uliyatini ham his qilamiz. Rahmat. Endi domla
mana siz bilan hozirgi mana shu suhbat jarayonida meni o'zim bir Matnazar aka to'g'risida bir ma'naviy ozuqa oldim. Ayniqsa mana tarjimonlik san'ati xususida chiroyli fikrlarni bildirdingiz. Bizni kuzatib turgan mana shu kanalimiz muxlislari ham albatta mana shu ko'rsatuvimizni maroq bilan tomosha qilib, bizni buyuk meros qoldirgan aziz ustozimiz, zamondosh bo'lganimizdan xursandmiz shunday inson bilan. Matnazar Abdulhakim haqida ular ham o'ziga bir chiroyli bugungi ko'rsatuv orqali taassurot oldilar degan umiddamiz. Mana shu cho'girma podkastini boshlashimdan maqsad ham shu edi. Ziyoli insonlar, olimlar, san'atkorlar, hunarmandlar, shunday bir oddiy insonlar bilan suhbatlashib, shularning suhbatlaridan xalqimiz, elimiz bahramand bo'lsa, ham shu muhrlanib qolsa degan bir ko'nglimizda ishtiyoq, niyat bor edi, shuni amalga oshirdik. Cho'girma deb nomlashimizga endi Xorazmni bir ramzi sifatida qaradik bizlar. Cho'girmani boshqa qanday ma'nolari bormi? Cho'girma bosh kiyim. Bu so'zni kelib chiqishini sizdan so'ramoqchi edim shuni. Endi bosh kiyim cho'girma so'zining tarkibi, ya'ni ko'rinishi uning turkiy so'z ekanligini ko'rsatib turibdi. Bosh kiyim ma'nosidagi, ya'ni o'zi kiyim nomlari o'zlarining vazifalari nuqtai nazaridan nomlanadi. Bu alohida ish qilingan. Masalan, kiyim nomlari bo'yicha o'zbek tilshunosligida Muharram Asomiddinova va yaqinda doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan hamkasbimiz Shukurjon Narboyeva o'zbek kiyim-kechak nomlarining anomasiyologik nuqtai nazaridan o'rgangan. Demak, mana shu so'z, masalan, etik, chekma deb nomlangan, ya'ni tortmoq, etikni tortish xususiyati bilan bog'liq va mana shu cho'girma, u cho'gir, ya'ni chekir fe'llari bilan bog'liq bo'lib, kiyimning, mana bosh kiyimning xususiyatini ko'rsatadi. Va boshqa kiyim nomlarida ham xuddi shunday, ya'ni qanday vazifa bajaradi, vazifasiga ko'ra yoki xoslashiga ko'ra nomlanadi. Mana masalan, bo'rk degan kiyim bosh bor. Demakki, cho'girma bu tilshunoslik terminologiyasida bu lakunalar deydi. Dunyo tillariga tarjimasiz kirib boradigan, xuddi yaponlarning kimonosi kabi, hindlarning sarisi kabi so'zlar sirasiga kiradi. O'ylaymanki, cho'girmani dunyo tillaridan so'z joy olishi uchun o'sha cho'girma kiygan boshlar omon bo'lishi, mana shu cho'girma kiygan boshlar oqilroq, donoroq va bir-biri bilan birikkan bo'lishi kerak. Shuning uchun ham mana shu sizni cho'girma dasturingizga nom tasodifiy tanlanmaganligini ko'rishimiz mumkin. Va shu yerda yanglishmasam, mana shu yatimatud dahr, ya'ni Abu Mansur As-Solibiyning Yatimatud dahr dan ta'sirlanib yozilgan ustozning ko'chki dostonida ham mana shu so'z ishlatilgan. Ya'ni toki qiyomatda sendan yuz o'girmasin, otangni, demak, belbog'ini, cho'girmasini asra degan so'zni aytadilar. Demakki, biz ham nafaqat cho'girmani, balki cho'girma kiygan boshlarni bir-birimizni baxtimiz uchun, mana shu millatning birligi va farovonligi, kelajagi uchun asrashimiz kerak. Rahmat domla. Ustoz Matnazar og'amizning ham ruhlari shod bo'lsin. Mana shu ko'rsatuvga taklif qildik sizni. Kelganingiz uchun minnatdormiz. Albatta, hamisha muloqotda bo'lib turamiz. Endi yana bir ustozimiz tashrif buyurdilar. Mana O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Shuhrat akamiz Matkarimov bugun davradalar. Shu Shuhrat og'am bilan ham mana shu mavzuni birpas davom qildiramiz, xudo xolasa. Aziz muxlislar, uzoqlashmang.
davom etadi azizlar ko'rsatuvimiz. Mana ustozimiz Shuhrat og'amiz Matkarimov ham bugun studiyamizdalar. Aynan bugun shu Matnazar Abdulhakim haqida suhbatlashishni niyat qilgan edik. Ustoz ham Matnazar og'am bilan yelkadosh bo'lib, hamfikr bo'lib yurgan insonlardan bittasi, bizdan ko'ra ko'proq yaqin bo'lgan shu inson. Albatta Shuhrat og'am Matnazarni hozir mana domla tarjimalari haqida, ijodi haqida ilmiy jihatdan yondashib, chiroyli bir fikrlarni bildirdilar. Men sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Publisistika janrida Matnazar qilgan ishlari, maqolalari, shu narsalar ham e'tiborga loyiq. O'qisang bir boshqacha bo'lib ketasan. Hatto kitoblarga kiritilgan maqolalari. Demak, Matnazar og'a shu narsalarga ham vaqt topib, shu narsalarga ham olimona, oqilona yondashib, shu merosni ham qoldirgan. Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli bizlarni tomosha qilayotgan muxlislar. Endi bevosita publisistika bu har bir ijodkorning ijodida yoki bo'lmasa har bir yozuvchimi, shoirmi ijodda ma'lum bir o'rin tutadigan janr. Sababi bu publisistika har bir ijodkorni bugungi kunning dolzarb voqealariga munosabati. Mana publisistika degan public degan so'zdan, chunki mana xalqqa murojaat, xalqqa bir aytmoqchi bo'lgan gaplarni mana shu publisistik janrda ifoda qilib aytib berganlar. Bu albatta Matnazar Abdulhakim ham mana shu publisistika janrida ancha samarali ijod qilganlar. Hatto bir voqeani aytib beradilar. Said Ahmad, ustoz Said Ahmad o'sha paytdagi Xalq so'zi gazetasining redaktori, hozir ham shu kishi O'tkir Rahmatga bir guring etib o'tirgan vaqtimda, sen Matnazar Abdulhakimni bilasanmi? Bilaman. Sen biladigan bo'lsang, qana nimalar undirding o gazetadan deganda. Gazeta uchun nimalar undirding? Gazeta uchun. Gazeta uchun nimalar undirding? Endi buni tagida gap ko'p. Gazeta uchun nimalar undirding deganda, gazeta kundalik gazeta bugungi hayotimizni ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy bir voqealarga dolzarb bir o'ziga xos bir qarashlarni ifoda qiladigan vosita gazeta. Mana shu vositada har kimning o'zini o'rni bo'lishi va original gap aytib biladigan odamlarni tartishi bu gazetani obro'yini ko'taradi birinchidan, ikkinchidan xalqimizga, o'quvchilarga to'g'ri ko'rsatma yoki bo'lmasa to'g'ri yo'lni ko'rsatib biladigan bir vosita. Shuning uchun Matnazar akam bilan O'tkir Rahmat juda ko'p yaxshi nima qildilar, keyin hamkorlik qildilar. O'tkir Rahmat hali u paytda Qishloq hayoti gazetasining nimasi bor edi, ilovasi, Qishloq hayoti ilovasi hozir oti esimda yo'q, mana shu Qishloq hayotining ilova gazetasi. Shu gazeta uchun maxsus maqolalar zakaz beradi Matnazar akam. Keyin Matnazar akam nima qilar edi? Yozar edi va yozib beradi maqolalarni publisistika tinmasdan mana shu hamkorlik davom etdi. Keyin O'tkir aka mana Xalq so'zi gazetasiga bosh muharrir bo'ldilar. Bu gazeta endi respublikadagi nomer 1-gazeta. Va mana shu gazetada ham Matnazar akamni bilan hali Said Ahmad ustoz aytganlaridek Matnazarni qo'ldan bermay, albatta shu Matnazar akamni publisistika janrida samarali ijod qilishga, uning o'ylarini, fikrlarini bugungi hammani qiynab turgan masalalarda o'zining munosabatlarini bildirib borishga mana shunday hamkorlik sabab bo'lgan. Endi to'g'risini aytganda O'tkir aka juda bir hamma orzu qiladigan redaktor, muharrir chiqib qolgan, chunki mana shunaqa avtorni, muallifni uzoqqa yubormasdan oyda bir marta, 2 marta zakaz berib, shu oyda bir marta, 2 marta zakaz berganlarni gazetada muntazam ravishda bosilib turdi va Xalq so'zi gazetasi
Matnazar akamni har tomonlama qo'llab-quvvatlab turdi. Deylik, ma'naviy jihatdan, moddiy jihatdan ham qo'llab-quvvatlab. Gonorarlar bu faqat mana ofitsial rasmiy xalq so'zida kattaroq to'lanadi. Rasmiy gonorardan tashqari har bir bayramda eslab, har bir tug'ilgan kunlarida eslab katta sovg'alarni jo'natib, mana shu hamkorlikni bir yaxshi namunasi deb o'ylayman. Endi mana shunday hamkorlikka loyiq ko'rilgani Matnazar akam hali aytgan bir donishmandona qarashlari hayotga, falsafiy qarashlari. Matnazar akam gohida mana hamma kutilgan dan boshqacharoq bir fikrlash qobiliyatiga ega edilar. Mana shu katta bir shov-shuvga sabab bo'lgan bir maqolasini aytib beraydi Matnazar aka. Bu hali Chingizxonning ikkinchi oti degan. Chingizxonning ikkinchi oti. Bu yerda rivoyat keltiriladi. Rivoyat keltirilib, fikr shundan rivojlanadi. Aytishadiki, Chingizxon janglarga kirganida, harbiy yurishlar vaqtida hamisha o'zi mingan otdan tashqari yana bir otni bo'sh olib yurgan. Keyin Chingizxondan so'rashganda, Hazrat, bu otni o'zingiz nega ikkinchi otingizni o'zingiz yetaklab yuribsiz desa, bu otda avlodlarimizning ruhi yuribdi bu otda. Biz hamma ishimizni mana shu ruhlarni qo'llab-quvvatlab bilan amalga oshiramiz degan. Endi keyin Matnazar aka mana shu falsafani davom ettirib, biz qachonki o'tmishni e'zozlasak, avlodlarimizni, ajdodlarimizni ruhini e'zozlasak, biz ishimiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Ishlab yursak, ishlab hamisha shularda yetovunda va shularda nimasida bo'lishimiz kerak degan falsafani ilgari surib, mana shunday bir chiroyli narsa. Matnazar akam publisistika she'ri bana publisistik ruhdagi she'rlari ham mashhur Matnazar akam. Mana hamma respublikada yaxshi biladigan darsdan so'ng degan she'r publisistik ruhda yozilgan she'r. Publisistik, chunki unda g'oya bor, unda fikr bor, unda tema bor. Nimaga bir ommaga aytiladigan fikrni sodda aytilishi bor va xulosa bor. Haqiqiy asar. Bu hali biz ko'pincha uni darsdan so'ng degan she'rni bir o'qituvchini o'zini kasbiga sadoqati tarzida tushunamiz, lekin aslida qaraganda Matnazar akam she'rni mazmunini oxirida aytgan. Oxirgi payt nimasida aytadi. Mana o'qituvchini tashlab keladi, halok bo'ldi boshqa. Shunda Matnazar akam aytadi, "Ey vatanim" deyapti. Men ham mana mashq bajaraman. Ya olim emasman, ya boshqa emasman, lekin meni yozganlarim sen hali nimaga ketyapsan? Yo'lda. Kelajak sari ketyapsan. Sen shu meni yozganlarimni yoqib tashlashga uchun men senga yozib beryapman. Men dedi katta olim emasman yoki so'z piri emasman, lekin meni kitoblarim seni yo'lingda mana senga qo'rquvchi kitoblar. Sen yoqib tashlab ketaver, qasqirlar qo'rquvchi kitoblar. Mana shuning uchun aytadi. Bu mana shu publisistik ruhdagi she'r. Bu hangomalarga ham sabab bo'lgan. Matnazar akam mana shunday o'z gapini aytib bilish haqidagi she'r yozib va bu she'rlarni o'qib bir kutilmagan vaziyatlarda ham yuzaga keltirgan. Matnazar akam bir voqeani aytib beradi. Rahmatli Marks Jumaniyozov, Urganch tuman rayon partiya komitetining birinchi sekretari deydi, bir kuni deydi, Matnazar akam u paytda tuman gazetasida, rayon gazetasida adabiy xodim bo'lib ishlaydi. Meni deydi, raykomdan telefon qilib, falan joyda yig'inoq bo'ladi, majlis bo'ladi. Seni Yoshullo chiqsin deb aytdi. Olib ketadi degan seni majlisga deb aytdi. Xo'p deb deydi, keyin endi raykom bilan majlisga borish o'zingiz bilasiz. Ketdik. Marks aka meni yoniga o'tirib olib ketdi deydi. Keyin deydi, majlisga borsak, qarasak deydi,
hali majlisning mavzusi Tursunaychi qizlar, mexanizator tayyorlash, tursunaychilik harakatini kattaytirish, boshqa endi Matnazar akam tabiiy bu narsalarni hazm qila olmaydi. Shu deydi majlis boshlangandan dedi ensam turishib dedi ajinalarim kelib o'tiribdi. Keyin menga navbatda so'z berib qolishdi. Keyin hamma qo'llab turibdi. Tursunaychi bo'lish kerak, xotinlar traktor haydash kerak, boshqa. Matnazar akam chiqib shu yerda bitta she'r o'qiganda o'zi oldin yozgan she'r. Shu mazmuni shundayki, ayol bo'lish kerak. Erkak bo'lish kerak. Qayerdadir o'qidim. Shunday she'r bor. Ayol bo'lish kerak, erkak bo'lish kerak. Ayollari erkak shoda bo'lgan xalqning ayollari erkaklari xatni chalish bo'ladi deb yakunlaganda. Endi tasavvur qiling, hamma ayol mexanizator bo'lish kerak deyotgan paytda Matnazar akam chiqib o'zini fikrini aytgan. Ayol bo'lish kerak, mexanizator bo'lmasligi kerak, erkak mexanizator bo'lish kerak. Agar ayollar erkak shoda bo'lsa, erkaklar xotin chalish bo'ladi. Mana publisistika. Mana shu kunning dolzarb masalasiga o'zining fikrini aytib bilish san'ati va mardligi masalasi. Shu yerda yozib, shu yerda aytgan deb eshitganman. Balkim shunday. Lekin men shuni aytmoqchimanki, bu publisistika yozish uchun ijodkorning yuragi katta yurak, mard yurak bo'lishi kerak. Bugungi kunni hali siyosiy nimalarga qarab pul yugurday har xil fikrlashib, bugun ham biz ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda, ba'zan gazetada juda bir muhim, juda o'tkir gap aytayotgan odamlarni ko'ramiz. Va lekin shuni tagini qarasangiz, orqasi sekin bo'lmasin, hech narsa yo'q va bugun kunni talabi bo'lgani uchun yana shunday bir o'tkir gaplar aytyapti. Yo'q, u bugungi kunni talabi vaholanki xalqni tarbiyalashga xizmat qiladigan, ertamizga xizmat qiladigan narsalar bo'lishi. Matnazar akam shunday ijodkor edi. Shu yozilgan narsa 100 yildan keyin ham shu davrga mos tushsa, o'zini ahamiyatini yo'qotmaslik. Maxtumqulning asarlari bo'lsin, Maxtumqul bo'ladi. Navoiy asarlari bo'lsin. Hozir shu davrga ham tushadigan nazarani demak, publisistikasi ham shunday bo'ladi. Shundayda. Chunki u publisistika bo'ladimi, she'r bo'ladimi, proza bo'ladimi, har qanday janrda ijodkorning shaxsiyati turadi. Ijodkorning shaxsiyati qay darajada yuqori bo'lsa, u har qanday janrda ijod qilsa ham asarlari mumtoz asarlar bo'lib qolaveradi. Jumladan Matnazar akam ham shu publisistika mana shunday publisistikasi mumtoz namunalar. Ibrohim G'ofurov ustozimiz Milliy tiklanish gazetasidami, Hurriyatdami Hamsafarlar muloqoti degan Matnazar aka maqolasini berib ketgan ekan. Endi keyin olib o'qidim. Birinchi shu Ibrohim aka chop qildirdi uni maqola tarzida. O'qib o'tirib, men kirib qoldim. Bosh chayqab o'tirgan ekan. Nima gap ustoz desam, bu mahorat, bu usul, bu izlanish faqat Matnazarga xos dedi. Tamam. Ama o'qib ko'ring ustozni nimasi bo'lsa desam, ertaga gazetada chop qilinadi, shunda o'qiysan dedi. Keyin olib o'qidim men uni. Bu yerda haligi ikkita buyuk insonni nimasi hamsafarligi, shularning muloqoti haqida yozilgan edi. Endi Matnazar haqiqatdan ham haligi she'ringizda nima bo'lib, men ko'pincha Matnazarning so'zlarini hazil aralash aytgan so'zlarini ko'p eslab yuraman. Hamda tushirib borayotirman qog'ozlarga. Kuni kecha yana bir narsa esimga tushib ketdi. Bir maktabda uchrashuv o'tkazdik. Men Matnazar aka bilan maktab, litseylarda biroz davr uchrashuvlarda bo'ldik. Bu narsa ham ana shu viloyat hokimligida Kamoljon Jumaniyozov degan inson bor edi. Demak, san'atga, she'riyatga qiziqqan shu inson rahmatlik bo'ldi. Shuni yo'llanmasi bilan chiqqan edik. Shunda bir maktabda Matnazar aka vatanni sotaman olinglar degan she'rni o'qidi. Vatanni sotaman olinglar. Quyosh tillotanga, oy chaqa. Bular bari kamlik qiladi, bo'la olmas hatto choy chaqa.
vatanni sotaman, olinglar, sotaman, hayqirib, sotaman, jo'shib, bahosini kelishsak bo'lgani, jonimni beraman vatanga qo'shib. O'qidi she'rni. Keyin yana bir she'rlar o'qidik, suhbatlashdik, chiqishda yo'l-yo'lakay izimizdan bir domla keldida, ana shu odamga ayting ustoz dedingiz, ustozingizga ana shu she'rini o'qimasin echadi dedi. Nimaga bu dedi? Vatanni sotaman deb turibdi dedi. Halam dedi, bu yerda zapis etmadilar uni dedi. Keyin men indamadim. U o'zi ruxsat olib qo'yibdilar unga shu she'rni yozisha, shuni aytisha, ustoz dedim, men ketaverdim. Yo'l-yo'lakay keyin mashinada aytdim. Ustoz dedim, mana shu she'ringizni o'qimaysiz ekan bundan keyin dedi. Ha dedi. Takika uçrapmı dedi, takika. Hozir dedim, domla dedim, izimizdan keltirgan domla bor edi, bu yigit dedim, o she'rni o'qimasin, qamidilar deb aytdi dedim. Oho dedim. Unda ham men qamoqdan chiqqanligimni ayting dedi. Bu she'r uchun qamoq olsalar. Endi yozgan davrini aytib turibdilar. Borib aytib kelasanmi yo dedi. Tushunmasa qiyindan deb izinden tushunmasa qiyindan. Oxirini aytib bormayman turibdilar. Shundan bir chiroyli suhbatlaridan bahramand bo'lganimiz uchun ham bizlar shodmiz. Rostdan ham bir ruhan bir poklanib ketasan odam. O'qisan har gün bir she'rini o'qisan ham bir boshqacha bo'lib ketasan. Shuhrat aka, tashrif uchun sizga yana bir bora rahmat aytaman. Siz bilan avvalam 1 soatlik ko'rsatuv qildik. Cho'girmaya birinchilardan chiroyli qilib bir duo qilgan, shu oq yo'l tilagan insonlardan biri sizsiz. Endi ko'pchilik shu taklif kiritib cho'girmada yaparini tushunmay qolib turibmiz, tilla xorazmcha so'zlaysizlar. Endi mening maqsadim shu edi. Maqsadim shu, xorazmcha so'zlarimizni, so'zlashganimizni, chiroyli bir nimalarimizni, suhbatlarimizni butun xalq ko'rishini, masalan, shu Azamat Otajonovlar bilan, Norbek Baxshilar bilan bo'lgan ko'rsatuvlarimiz 60 ming, 70 ming odam ko'rdi. Siz bilan bo'lgan ajoyib muloqotimizda ham masalan 10 mingga yaqin odam ko'rdi. 10 ming odam kam odam emas. Yana bu YouTube kanalında 1 soatlik, 1,5 soatlik ko'rsatuvni erinmay ko'rishni o'zi bizlar uchun bir baxt. To'g'ri, rahmat. Matnazarani xorazmcha yozgan narsalarini ham juda qadrlaymiz. Chiroyli so'zlar, chiroyli she'rlar va sizni ham shu munosabat bilan qadringizni aytib o'tmoqchiman. Ko'p yerda hozir munozara, muhokama mavzu bo'lib turibdi. Qissalaringizda, kitoblaringizda Xorazm shevasida ishlatib turgan so'zlaringiz tarixga muhrlanib qolyadir. Yani shu Qo'shko'pirning o'zida Maqar degan qissangizni berib ketgan ekansiz. Ana o günü kitap sotuvchisi 2 marta o'qib chiqdim dedi. 2 marta o'qib chiqdim, yana tavsiya qilib turibman. Shunday zo'r ajoyib so'zlar ishlatilgan deb turibdi, xorazmcha so'zlar. Matnazaromning shunday bir mahorati kuchli, Xorazmga bo'lgan, shevaya bo'lgan uning munosabati juda kuchli bo'lgan. Endi bu yerda mana bir qarashda Matnazar akam mana shu harakatni boshlab bergan, shevada she'rlar yozib, ana bir Qujakgul degan daston. Buni bir qarashda shevani bir qo'llab-quvvatlayotganda tuyuladi, lekin bu aylanib kelsangiz maqsad o'zbek tili haqida qayg'urish. Chunki avvalam aytganmiz, deylik 72-yildan chiqqan o'zbek tilining izoh lug'atida 60 ming so'z. Mana yaqinda chiqqan 5 tomlikmi 6 tomlik asarida nimada o'zbek tilining izoh lug'atida 80 ming so'z. Bugun biz arab tilida dunyodagi eng ko'p so'z boyligi bor arab tilida 3,5 million so'z borligini hisoblasak, ingliz tilida 2,5 million so'z boyligi borligini hisoblasak, yoki bo'lmasa mana qo'shnilarimiz qozoqlarda 200 ming so'zlik lug'ati bo'lganini hisobga olsak va ular mana shu so'zlik lug'atini qaytadan tushib qozoqlar 2,5 million so'zlik lug'at tayyorlatganini hisobga olsak, biz 60 ming, 80 mingda o'tirishimiz uyat deb aytish mumkin. Qanday boyitamiz? Mana shevaga xos so'zlar deymiz, hali dialektlarga xos so'zlar deymiz. Biz buni yig'sak
biz yig'sak, bizni so'z boyligimiz albatta millionlarga yetishiga shubha yo'q. Shu ma'noda Matnazar akam hali o'zi bir quchoq gul dostoniga kirish so'zida aytib qo'yibdi. Shevalar bu irmoqlar kabi adabiy til deb aytilgan dengizga doimiy ravishda quyilib turishi kerak. Shundagina dengiz qurimaydi. Agar shevalardan yangi so'zlar bormasa, dengizni qurib qolishi shubhasiz degan. Mana biz kelayotgan paytda domla bilan gaplashib keldik. Shu shevalar to'g'risida. Biz ko'p aytaman va yana bir marta hozir ham takrorlash mumkin. Bu Xorazm shevasi deb Xorazmda ishlatilayotgan so'zlar u xorazmliklar o'ylab topgan so'zlar emas. Bu sal formasi o'zgargan, fonetikasi o'zgargan, lekin baribir tagi umumturkiy so'zlar. Yoki bo'lmasa bugun umumturkiy hududda ishlatilgan so'zlar Xorazmda da ishlatilyapti. Mana et degan so'zni aytamiz. Mana O'zbekda ham Xorazmda et deyiladi, Turkmanda et deyiladi, Ozarbayjonda turklarda et deyiladi. Yoki bo'lmasa yumruq degan so'zimiz bor. Bu Xorazmda ishlatiladi. Hali aytgan nimalardi yumruq, umumturkiy so'z. Yoki bo'lmasa hozir domla bilan gaplashganda Gullanda ko'p ishlatilgan amdolli degan so'z bor. Ko'ribsanmi? Ay amdolli. Ha, amdolli lekin domla aytdim amdolli degan so'z bor desa, bu arabchani buzilgan shakli. Amdolli deng alhamdulillah degan ekan. Ana. Yuribsanmi desa alhamdulillah deyish o'rniga mana Xorazmda amdolli deydi. Agar siz shu so'zni adabiy bir asarda ishlatsangiz, bu sheva bu Xorazmning so'zi deb qaraydi-da. Lekin unda emas mana bilsangiz alhamdulillah deganda qisqartirilgan formasi ekan. Shuning uchun biz xorazmliklar mana shu so'zlarimizni ko'proq yaxshiroq bilishimiz kerak. Bu faqat foyda bo'ladi. Shu ma'noda Matnazar akamning mana shu bir quchoq pul deb yozgan dostoni ham bir ulug' o'zbek tilini boyitishga bo'lgan ulug' bir xizmat. Kichkinagina kitobcha bo'lsam, harakatni boshlab bergan. Rahmat sizga bugungi taklifingiz uchun. Hammani kim bugun ko'rayotgan bo'lsa, o'zbek xalqi uchun bir aziz siymo ulug' ustozimiz Matnazar Abdulhakimning tug'ilgan kuni hammaga muborak bo'lsin. Rahmat tashrifingiz uchun.